Mana Qodirjon, iftorligim zo'r bo'ldi. Rahmat. Rahmat domla. Balo ham zo'r bo'lgan yo'q. Tursunovga. Bo, yana boshlandim. Kuyapti bu. Kuyib ketdi. Yomon kuydi. Mana qara. Ertaga uyimizda iftorlik qilamiz. Bunikidan zo'r bo'lish kerak. Dasturxonda ham bunikidek yo'q narsa bo'lish kerak, tushundingmi? Tutyapti yana. Tutadimi sen? Achityapti, achdi, yomon achidi. Bo'ldi. Domlajon, ertaga mana shu sostav bizga iftorlikka o'tasizlar. Tizza bo'yi yeb ichar bo'ladi. Lekin bu unchalik zo'r bo'lmadi, xafa bo'lmang. Qo'ldan kelgancha-da qo'shni. Sepaymi? Yo'q, ayangga aytaylik, masala olib kelsin, tayyorlab tursin, yur. Oshdan olinglar. Shashlikni ko'rsat, shashlikni. Shashlikni olinglar. Hali tandirini ham yaqinroq olinglar, yaqinroq. Qo'nchilsin. Qodirjon, endi bugun quloq demasdan turaylik. Hazil. Kecha uyingizda iftorlikda oshingizga qanaqa go'sht soldingiz? Tovuq go'shti. Tovuq go'sht. Kulva borini solganda. Biz endi qo'y go'shti soldik. Selli qo'yni mana shu iftorlik uchun so'ydik-da. Necha xil ovqat qildingiz kecha? 2 xil, suyuq, quyuq. Ayni sharoiti shunga to'g'ri kelganda, bechora. Biz endi 5 xil ovqat qilib qo'yibmiz-da. Sal oshib ketib qolibmiz-da. Qanaqa napitka qo'ydingiz dasturxonga? Yupi qo'ygandim qo'shni. Yupi? Endi bu nima qo'ysin? Choy bilan yupi qo'ydik. Biz nashat qo'ydik. Nashatni qo'yish hammaga ham emas, sizga ham emas, sizlarga ham emas. To'g'ri. O'g'lim, mahallada eng zo'r iftorlikni qilib qo'yibmiz-da. Eng oldi bo'libmiz-da mahallada. Birisizda. Biri. Qodirjon, bu joyingiz kuymayaptimi ukajon? Supi kerak emasmi? Yo'q, qo'shni, menda hammasi yaxshi. Hamma narsani zo'r qilibsiz. Faqat shu xurmo bilan nishonlab qo'yibsiz-da. Men kecha qo'ygandim lekin. Uni qo'yish shartmi? Ha, endi iftorlikda xurmo bilan nishonlab bo'lsa yaxshi-da. Qo'yish kerak edi. Lekin shu joyda mahallaning orqasi bo'lib qoldingiz-da qo'shni. Attay. Xurmo qani? Yo'qmi? Okeymi? Tog'da qor bormi? Tog'da qor yo'q, nima qilasiz? Orqam kuyyapti. Qorga ko'tum bilan o'tirgim kerakdi. Bilmayman, muzday joy topish. Muzmi, nimadir kerak menga. Yomonam yonyapti, yomonam. Tort bolam, tort. Oh, jonni huzuri. Oh, yonyapti orqam. Shunday achyapti bolam. Ko'ra olmayman uni. Mazza qilyapti, lekin shamollamasam bo'ldi bolam. Futbolimizning rivoji uchun Afrikadan futbolistning iti keldi. Assalomu alaykum O'zbekiston. Men sizlarni futbolingizni rivojlantirish uchun shu qo'ltig'imdan kelgan hamma ish qo'limdan. Bak, qo'limdan kelgan hamma ish qilaman. Mehmon tagiga qo'yni so'yinglar, qani. Qo'y tayyor, Jabbor aka. Yo, meni oyog'im tagiga qo'y so'yapsizmi? Ha, bizda mehmonning oyog'ini tagiga qo'y so'yadi. Kechga yeymiz 4 kishi. 4 kishi bitta qo'yni yeyishlarmi? Ha? Og'zinglarga berganicha yeyishlar ekan-da. Siqqanicha. Ha, siqqanicha. Biz bitta qo'yni bitta qabila 1 yil yeymiz. Ko'zi borda ko'ziga qaytib borsin o'ziga. Hazardonlar chashma pesh. Xola, nima qilyapsiz? Men nasha chekmayman. Bu kostyumasinga ismini. Seni isming nima? Nigola Konte. Voy! O'zimiz Nigoraga o'xshar ekanmi? Futbolchi. Bitona qanday? Ya молодец, Koyil. O'zbekistonda chollar ertalabdan turib yugurib fizoratka qilyapti-ku. Jindimisan? Ular nahorga oshga ketyapti, yugurib joy qolmaydi deb. Ertalabdan osh yeysizlarmi? Osh qanday ketadi saharda? Chotki ketadi. Shot. Yo'q, aka, osh yomon qildi. Men qachon futbol o'ynayman? Aka, qoravoyi 1 soatga berib turing-da. Nimaga? Soqqali ish bor. Nega Leyla sira boqmay ozor berding bu qalbga? O Leyla. Jonga tegdi. Men qachon futbol o'ynayman? Qanday bo'ldi soqqa vazn? Qanaqa soqqa? U ham yedirdi, ichirdi-da ko'tibga tepib haydadi. Men qachon futbol o'ynayman dedim. Bo'ldi, bugun mana shu oshdi, ertaga futbol o'ynaysan. Jonga tegdi, osh, tandir, go'sht. Mana
sifatli sut berganida yeyman. Bu hozir hamma joyda trendda-ku. Afrikada ham sifat kompaniyasi trendga chiqdi уже. Buni qo'y qorovay, buni yangi yilda yeymiz. Nega hozir dasturxonga qo'ygarsiz? Просто mehmon kelganda risovkaga-da. Bo'pti, osh yeyman. Qo'lingni yuvib-ki. O'zi qora. Qaravoling o'zi yomon qiladi. Nigora Kante sharmanda nima qilyapsan? Nimaga o'yin olmayapsan? Qanday o'ynay? Saharda ham osh berding, obedda ham osh berding, ujinda ham osh berding. Bir oy yeb ichib 10 kilo semirdim. Qanday o'ynay? Voy bular. Ha! İçim kelyapti. Qayerda hojatxonaga? Kulma. İçim yomon kelyapti. Chiqib ekan-da.